ijtimoiy tarmoqda har xil trend videolar tarqaladi. Endi bularning orasida yaxshisi, yomoni zapal videolar. Eng tez uchadigan videolar. Kimnidir sharmandali holatda videoga olishadi yoki bir taniqli shaxsni qaysidir noqulay holatda videoga olishadi, keyin uni tarqatishadi. Endi tarqatganlik uchun javobgarlik bor. Ya'ni bir shaxsni tasviri, uni masalan yuzi, ko'zi, xullas, tashqi ko'rinishi, telefon raqami, manzili yoki umuman ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi, даже o'shalarni ham tarqatganlik uchun javobgarlik bor. Insonni o'zidan ruxsat so'ramasdan turib, uni tasvirini foydalanganlik, uni tarqatganlik shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga zid va bu uchun ma'muriy jinoiy javobgarlik bor. Oddiy, siz kim bilandir SMS-lashdingiz. Bir-biringizga qanaqadir SMS-lar yozdinglar, o'sha SMS-ni tarqataman deb tahdid qildi. Bu ham mumkin emas. Sizni SMS-ingiz ham sizni shaxsga doir ma'lumotingiz. Sizni ruxsatingiz o'sha SMS-ni ham siz ovozli yuborgan bo'lishingiz mumkin. Siz ovozingizni ham tarqatish mumkin emas. Endi boyagi holatga qaytsak, mashhur shaxs uni noqulay vaziyatda videoga olishdi va uni tarqataman deb nimadir undirmoqchi bo'lib tahdid qildi. Bu yana ham og'irlashtiruvchi holat. Tahdid uchun ham va bu holatdan moliyaviy qanaqadir manfaat ko'rmoqchi bo'lsa, bu уже jinoyatni turlarini ko'paytiraveradi. Tovlamachilik, firibgarlik, tahdid qilish, uni oilasiga qanaqadir tazyiq o'tkazish, bular sizga nisbatan o'sha ishni qilgan fuqaroga nisbatan moddalarni ko'paytiradi. Ya'ni javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatlar bo'ladi. Bir xillar masalan o'ylaydiki, ijtimoiy tarmoqda fake akkaunt ochib olib qilaman shu ishni deydi yoki o'tirib olib ijtimoiy tarmoqda izohlarga ham, даже kommentariyalarga shunaqa haqoratli so'zlar hammasi topiladi. Hammasi nazoratda. Hech ham qo'rqmasa bo'ladi. Har bitta holatga javobgarlik belgilangan. Sizga nisbatan agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bemalol siz menga tahdid qilyapti, meni videoyimni tarqatyapti, meni SMS-imni tarqatyapti, ijtimoiy tarmoqdagi sahifamni tarqatyapti deb turib, bemalol murojaat qilsangiz, ichki ishlarga, prokuraturaga, organlarga murojaat qilsangiz, o'sha tarqatmoqchi bo'lgan shaxslar topiladi va jazolanadi.